Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan odatlarni shakllantirishning eng yaxshi yo'li haqida gaplashamiz. 2001-yilda Buyuk Britaniyada odamlar sport bilan shug'ullanish odatlarini shakllantirish uchun tadqiqot o'tkazishdi. What? 2001-yilda Buyuk Britaniyada odamlar sport bilan shug'ullanish odatlarini shakllantirish uchun tadqiqot o'tkazishibdi va o'sha 248 ta odamni 3 ta guruhga bo'lishibdi. Birinchisi nazorat gruppasi va unda odamlar bir haftada necha marta zalga chiqqanini yozib ketishadi. Ikkinchisi motivatsiya gruppasi va ularga aytishadi, sizlar ham bir haftada necha marta zalga chiqsanglar o'shalarni yozib ketinglar. Lekin sizlar o'sha motivatsion narsalarni o'qinglar, ya'ni uni foydasi nima va hayotinglardagi qanaqa kasalliklarni oldini oladi, shularni o'qinglar debdi. Uchinchi gruppadan ham xuddi shu narsalar so'raladi, lekin ularni farqi, ular plan qilish kerak bo'ladi. Ya'ni men 20 minut shug'ullanaman, shu kuni, shu paytda va shu joyda. Keyin o'rganib chiqishsa, birinchi va ikkinchi gruppani rezultati o'sha, ya'ni bir haftada bir marta shug'ullangan odamlarni foizi 35% dan 38% gacha bo'libdi. Uchinchi gruppa bo'lsa, ya'ni o'sha bir haftada bir marta shug'ullangan odamlarning foizi 91% ga chiqibdi. Nimaga deydigan bo'lsanglar, ularda aniqlik bo'ldi. Judayam ko'p odamlar aytadi, "Meni motivatsiyam yo'q, men boshlolmayman, menga motivatsiya bering" deydi, lekin ularda aniqlik yetishmaydi. Ya'ni sizlarga motivatsiya kerak bo'ladi, lekin undan ham kerakliroq narsasi bu aniqlik. Ya'ni sizlar aytishinglar kerak, "Men shunaqa qilaman, shu joyda, shu paytda." Bunga misol qilib aytish mumkin, agar siz o'sha nimanidir o'rganish odatlarini shakllantirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, o'zingizga aytishingiz kerak, "Men 20 minut o'rganaman va shu joyda, ya'ni misol uchun o'zimni xonamda 6 da" deb qo'ysangiz, yo bo'lmasam yarim soat o'rganaman, 1 soat o'rganaman, deb turib aniqlik kiritib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha payt kelganda rostdan qilasiz. Ya'ni siz bir kun shunaqa qilaman, yo bo'lmasam shunaqa qilishim kerak-da deb yuraversangiz, o'tib ketadi. Misol uchun sigaret tashlayman degandan ko'ra, men ertaga soat mashinada sigaret chekish tashlayman, undan keyin umuman chekmayman. Yo bo'lmasam soat mashindan keyin umuman chekmayman deydigan bo'lsangiz, sizda aniqlik bo'ladi va shunda sizga, bunda motivatsiya yo'q deb yurgan savollar yoki o'z ichingizni yeb bitirish bo'lmaydi. Agar rostdan ham motivatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun haftani birinchi kunlarida yoki oyni birinchi kunlaridan boshlasangiz bo'ladi. Judayam ko'p odam, misol uchun men dushanbadan boshlayman va misol uchun yanvardan boshlayman, fevraldan boshlayman deydi. Lekin judayam ko'p hollarda boshlashadi. Shuning uchun siz ham shu haftaning birinchi kunidan yoki oyning birinchi kunidan boshlasangiz bo'ladi. Lekin men nimadir odat shakllantirmoqchi bo'lsam, unga qarab o'tirmayman. Shaxsan o'zim misol uchun ertadan boshlayman. Nimaga? Misol uchun nimaga dushanbani kutishim kerak? Who is Jason Zweig? To do that, you'll need to be online. Okay, I'm offline. Alright, whatever. Jason Zweig aytgan ekan, siz albatta o'zizdan o'zingiz turnovka qilishni boshlamaysiz. Lekin it qo'ng'iroq chalinganda so'laklari oqishni boshlagani kabi, siz o'zingizni g'alati his qilishingiz mumkin shu vaqt boshlanganda. Misol uchun men turnovka qilishim kerak degan feelinglar, ya'ni o'sha hissiyotlar uyg'onishi mumkin degan ma'noda gapirgan ekan. Habit stacking haqida gaplashdik. Stack o'zi inglizchadan bir-birini ustiga qo'yish degani, siz buni odatlaringizni ketidan-ketiga ulash desangiz bo'ladi. Bunga misol qilib kitobda fransuz faylasufi Denis Diderotni keltirgan, ya'ni u judayam kambag'al odam bo'lgan ekan, lekin 1765-yili bir kuni hammasi o'zgarib ketdi. Diderotni qizini to'yi yaqinlashayotgan ekan, lekin uni to'yga sarflaydigan hech qanaqa puli yo'qmish. Uni eshitgan rus boshlig'i Catherine unga yordam bermoqchi bo'libdi va uni shaxsiy kutubxonasini sotib olishga qaror qilibdi, ya'ni 1000 yevroga. Hozirgi $150 ming ga to'g'ri keladi. Keyin Diderotni puli ko'payib ketibdi, ya'ni $150 ming pulingiz bo'lsa, siz bemalol to'yga sarflaysiz, o'zingizga bitta shuba olasiz, ya'ni mana shu brat olganidek, u shubani, ya'ni shuba, xalat farqi yo'q, shunaqa narsa olgandan keyin chiroyli kiyim olsa, hamma yog'i oddiy ko'rinibdi, keyin hamma yo'g'ini bitta-bitta o'zgartiribdi. Kravatini, stulini, ya'ni bitta narsa boshqasiga yetakladi. Bu narsa hamma joyda bor. Misol uchun siz nimadir sotib oladigan bo'lsangiz, unga aloqador yana nimadir sotib olasiz. Buni domino effekt deyishadi. Nimaga buni aytib beryapmiz? Chunki sizga o'sha odatlaringizni ketma-ket ulash judayam muhim. Ya'ni biz shug'ullanish haqida ko'proq gapiryapmiz. Shug'ullanish uchun, odatlanish uchun siz aytishingiz mumkin. Misol uchun men ishda oyoq kiyimlarimni uyga kelib yechgandan keyin srazu o'sha, zal kiyimlarimni kiyib olaman. Deb misol uchun agar uyda ishlaydigan bo'lsangiz. Misol uchun nimalardir esdan chiqib qolish problemalari bo'ladigan bo'lsa, chunki o'zimda judayam ko'p bo'lgan, lekin men qaysi odatni shakllantirganman, o'sha turishimdan oldin hamma yoqqa qarayman. Bu ham o'sha odatlaringizni ulash. Misol uchun turishimdan oldin stolimga qarayman, turishimdan oldin o'tirgan joyimga qarayman. Moshinadan tushishdan oldin, bir qator joyimga qarab qo'yaman nimadir tushib qolmadim. Chunki tushib qolgan telefon.
Xuddi shu narsalarni oldini olish uchun siz odatlaringizni bir-biriga bog'laysiz va agar to'g'ri bog'laydigan bo'lsangiz, hayotingiz o'zgarib ketadi. Kitobni shu joyidan, ya'ni shu chapterdan o'rganishinglar kerak bo'lgan narsa, sizlar odatinglarni shakllantirmoqchi bo'lsanglar, u bilan aniq bo'lishinglar kerak. Ya'ni sizlar oddiygina men zalga chiqaman bir kun, zalga chiqishni xohlayapman deganinglar bilan zalga chiqib qo'ymaysizlar. Yo bo'lmasa men chekish tashlayman deyishinglar bilan chekish tashlab qo'ymaysizlar. Shu chekish tashlamoqchi bo'lsanglar shu aprel 1-sidan yoki ertaga shu paytda tashlayman. Yo bo'lmasam 1 soatdan keyin tashlayman. Aniq bitta planinglar bo'lmirkan, shu narsani sizlar umringlarni oxirigacha cho'zib yurishinglar ehtimoli bor ekan. Xayr, salomat bo'linglar. Vosh!